Mana shu eshikning o'zi 3,5 million dollar turar ekan. Mana bu uyga qaranglar. Kirgan odam bu uydan chiqib ketishisi kelmayapti. Qatta ko'rgansizlar, qaranglar, devordan suv oqib turishini. Ovoziga mazza qiladi odam. Mana bu tapshan qo'yib qo'ysanglar, yozda mana shu sharsharani ovozini eshitib mazza qiladi. 8 sotuga ishoninglar, juda chiroyli uy bo'lgan. Bu yoqda hozir oxirida ko'rsataman. Ana endi kelinglar sizlar bilan birinchi mana shu uyni ichkarisini ko'rsatib bermasam bo'lmaydi. Eshiklarni ko'rasizlar, juda ham noodatiy. Kelinglar. Sizlarga hozir men sizlarga uy ichini ko'rsatib beraman. Hop, kirishimiz bilan garderobning zona. Uyga qaranglar, yo mashalloh, uyingiz bo'lsa shunaqa bo'lsin, deyman, go'zallikni qaranglar. Ayniqsa menga aytishdi, mana shu tosh o'zi Onyx haqiqiy original. Ishoninglar, shahar sentrdan bemalol 3 xonali uy olsanglar bo'ladi. Bu yoqda elektronniy emas, haqiqiy kamilla qo'yilgan. Mana bu zonaga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Mexki zonani qaranglar. Yo mashalloh, patoloklari baland-baland. Ana endi men sizlarga bu uyimizning ikkinchi etajda bitta xonasini ko'rsatib beraman. O'zingizlar baho berasizlar. Ma'murlari hammasi tosh qilingan. Kelinglar, hozir ikkinchi etajga chiqarganmiz. Hop, ikkinchi etajdan ham ko'rinishni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Marhamat, hammasi datchikli asosida, hammasi sensor. Uyimizni полностью умный dom qilingan, ya'ni birgina planshet orqali uyimizning hamma xonasini boshqarsangiz bo'ladi. Mana bular shpon haqiqiy. Tayyormisizlar? Hozir men sizlarga bu uyimizning bitta xonasini bismillah. Mana shu xonani o'zi naqd 80 kvadrat. Qaranglar, hozir men sizlarga mana живой hech qatda uzmasdan ko'rsatib beraman. Kirishimiz bilan mana shunaqangi katta mana svetlarni ham yoqib beraman. Sanuzelga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ko'rasizlar, spalni. Bu bitta dona spalni. Bu yoqda hamma sharoitlar qilib qo'ygan. Bu yoqda dam oladigan zona. Menga eng yoqqan jihati bu uyimizni mana shunaqangi kattagina terrasasi bor. Terrasasini ko'rasizlar, juda ham chiroyli. Inshaalloh ota-onamizga mana shunaqa uylarni sovg'a qilishlik har bir insonga nasib qilsin.